tomonidan navbatdagi parkrun marafoni start olishga shaylanmoqda. Ortinda turgan ishtirokchilar start belgisida turishibdi. Eng qaynoq kadrlarni bizda kuzatib boring. 3, 2, 1. Bu musobaqani o'tkazishdan maqsad yosh avlod orasida, umuman xalqimiz orasida sportni rivojlantirish, sportga qiziqish uyg'otish bo'lgan. Umumiy 500 nafar ishtirokchi bugungi kunda yuguryapti. Yosh chegarasi deyarli yo'q. Eng yosh ishtirokchimiz adashmasam 4 yoshli bolacha, eng yosh katta ishtirokchimiz 54 yoshli bir akamiz borlar, ular yuguryaptilar. Aytgancha 54 yoshli akamiz 30 kilometr yuguryaptilar. Zo'r bo'ldi, tezkorlik ko'rsatdik. Men o'z anchadan beri bu musobaqaga qatnashaman. Samarqand marafon, Zomin ultra hamma marafonga qatnashaman. Adashmasam o'tgan safar kostyum shimda chiqqansiz. Bu safar sheyx kiyimida. Keyingi safar qanaqa kiyimda bo'ladi? Keyingi safar hozir sheriklarimiz taklif qilishdi. Milliy o'zbekcha taklif qilishyapti. Endi ko'ramiz. Hozircha shu taxmin. Endi ro'za Ramazon oyida o'sha 2,5 kilometrdan yugurib turamiz. Xudo xolasa undan keyin 5 dan boshlab 10 ga ko'taramiz, xudo xolasa. Yaxshi bo'ldi, taassurotlar zo'r. Havo toza. Havo vaqti jotki bo'ldi. Salqingina, muzdagina yugurdik hozir. Keyingi safar birinchi o'ringa harakat qilamiz.